og'zida tutganlarni sog'ishligini qarang. Qo'llari ham yaxshi ekan-a? Qo'llari ham, aka yumshoqliklari ham hamma yo'g'i zo'r aka. O'zimiz birinchi sigirimiz olib chiqyapmiz. Shved ishqibozlariga to'g'rilsa bolasining ovosidan Malla shvesti chiroqligidan. Dahshatidan boqaman. Yaxshidan ekan-a? Birinchi sigirimiz olib chiqyapmiz. Qizil olasidan olaman deganlarga. Qizil olani ko'chatini boqaman degan obunachilarga. Xudo xolasa, ko'chat haqiqiy, haqiqatda to'rk yurak. Yondagi birinchi bolasimi ekan? Aka bugungi xudo xolasa 2 bosh, xudo xolasa bitta xonadonda maza qilib sog'ib ichadigan, zo'r, barakaga to'ldiradigan, chorvaga to'ldiradiganlarni yig'ib qo'ydik aka. Sifatli. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shobingdan sotiladigan ikkita sigirlar bor. Bolalari novvosidan olaman deganlar uchun xudo xolasa sifatli sigir olaman deganlarga biri shved Qirg'izistondan kelgan ekan, ikkinchisi bunaqa krasniy pestri qizil olasidan. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib borlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz 14-oktyabr 2025-yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvandiyali sentrida 93-662-79-79 shu nomerlar yozib qo'yilgan. Telefon qilsangiz ham, Telegram, WhatsAppdan yozsangiz ham javob beradi. Xudo xolasa, sigir olaman deganlar uchun, keyin ko'ryaptilar uchun bo'ladi, bemalol shu nomerlarga qachon bo'lsa telefon qilsangiz, xudo xolasa sizlar uchun ham ma'lumotlarni berib, yetkazib, O'zbekiston bo'ylab aytgan joylaringizga kelishilgan holda yetkazib beradi. Olmasbek, hormang. Soxtaga keling, assalomu alaykum. Alaykum, tanishgan salom. Rahmat aka, Xudoga shukr, hammaga assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari. Aka, bugungi xudo xolasa 2 bosh, xudo xolasa bitta xonadonda maza qilib sog'ib ichadigan, zo'r, barakaga to'ldiradigan, chorvaga to'ldiradiganlarni yig'ib qo'ydik aka. Sifatlilar ekan-a? Sifati zo'r aka, konsistensiyasi zo'rlardan yig'ib qo'ydik. Xudo xolasa ma'lumotlarni berib oxirigacha berib o'tamiz. Boshlar demasam, olmasbek, tishlarini ichida ko'rib olsak, to'g'rilsa, keyin yurishtirishlarni ko'rsatamiz, keyin sutlarini borini sog'ib beramiz. Eng qizig'i, bolalar ikkalasini keyin dadil bo'lib qolgan novvosidan, yoshlari ham, sifatlari ham zo'r ekan. Qirg'izistondan kelgan shvedlar. Qirg'izistondan kelgan shvedsimiz. Bunaqa oq shvedlardan, yonidagi 3-bolasi dadil bo'lib qolgandan tishi zo'r ekan. 8 ta ekan. Tishi zo'r ekan. Qulog'ida sirg'asini o'rni bor, keyin tamg'asi yo'q, kraskasi bor shaqada. Shunga taxmin qilib biz Qirg'izistonniki deyapmiz. Xudo xolasa. Bunisi endi qizil olasidan. Qizil ola birinchi bolasi aka. Yoshidan olaman deganlarga. Yuragi to'rk yuragidan olaman deganlarga, haqiqiy rostmana to'rk yuragidan ekan. Bo'ylari, sifatlarini to'g'risi ko'chada, tashqarida ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lsam boshlovdi. Videoni boshida like bosib qo'ysizlarning, shunaqasini olaman deganlarga yetib borsa xursand bo'lamiz, olib xursand bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz yoki aka-ukalarga tashlab qo'yasizlar videoda. Birinchi sigirimiz olib chiqyapmiz. Shved ishqibozlariga to'g'rilsa, bolasining ovosidan Malla shvesti chiroqligidan. Dahshatidan boqaman. Yaxshidan ekan-a? Aka, odonalarga tavsiya beramiz. qilinadi. Molni lekin sifati zo'r, Qirg'izistondan kelgan, keyin formasi ham zo'r ekan, tekizligi, molni, bolasi ham dadil bo'lib qolganligi e'tibor bersalaring, ancha dadil bo'lib qolgan bolasi. Aka o'zi yoniga kirib qolgan. Işte ancha o'ziga kelib qo'ying, keyin molni pichimi ham chiroqli jonivordi. Yelindorligi endi bolasi dadil bo'lishiga qaramasdan yelindorligi ham zo'r ekan. Olmasbek, bu 3-bolasida endi. 3-bolasi. Bolasi 3 oyga yaqinlashib qoldi. 3 oyda atrofida. Ha, aka egasi 1,5 oylik qo'yganman dedi. Endi olgan odamda baxti bo'lsa, aka, xudo xolasa. Qochib qolgan bo'lsa ajomas. Qochib qolgan, xudo xolasa. Xudo xolasa, yonidagi bolasi 3-chisi qonida buni 3 boshli demayligi, 3 boshiga gumoni bor. Xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa, janovorni ko'rib turibsizlar, sifatligidan olaman deganlarga Qirg'izistondan kelgan shved, bolasining ovosidan, bolasi ham ko'rib turibsizlar, shved. Aka ko'ryapsiz. Tekizligi tekis. Yoniga kirib qolgan. Ichi o'tgan yoshdan o'ylanganlarga, sovuqda, misol uchun necha sharoitim chatardinglarga rosa ma'qul keladigan tem bo'lib novvosda bolasi yaxshi bo'ladigan, hozir ham qo'yib bersa bo'laveradigan. Nechta sut beryapti Olmosbek? Aka 12 ta suti bor. Aha. 10 bittaga sinasha olaversa aka. Olishaveradi. 12 litr sutga bo'yi endi 125 ta atrofida chiqadi. Balki plyusdir, balki minusdir. Biz bilmaymiz, lekin tekizligiga ancha tekiz bo'lar ekan mol. Sifatlik, ko'rkam, ko'rib turibsizlar, ancha dadil, sakrayman deb bolasi ham, enasi ham dadilligi ancha ko'rinishi gap yo'q. Ularda zo'r tomoni bor-da. Qirg'izistondan endi qachon kelganini bilmadik-ku, lekin yana bu uzoqqa O'zbekistonda uzoqroq joyga ham borsa ham urinmasdan boraveradigan, keyin bular yaylovda yurib, misol uchun ancha-muncha naqalarda charchadi, his qilmaydigan, to'g'risi mollar bo'ladi. Kecha desa yetib boradigan mol. Aytib olib beriladi, kelishilsa. Hamma joyga. O'zbekiston bo'ylab aytgan joylaringizga yetkazib beriladi. Vodiy bo'ylab Nahlar ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab Nahlar ichida bo'ladi. 3-bolasi 3 oylik atrofida, qonida 1,5 oylik qo'yilgani bor, qochib qolgan bo'lsa 3 boshli. 12 litr sutga bo'yini aytdik. Nech pul deymiz, Olmasbek?
Aka qimmat aytmayman. Aha. Yopishtirib aytaman. Qani ayting. Obunachilaringizga qimmat aytmayman. Aha. 33,5 million so'm kami bor aka vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda. O'zbekiston bo'ylab kelishamiz aka, xudo xolisa orintirmayman, kelishtirib beraman. Bo'laveradi. 33,5 emas, bu butun gapiraylik, 33 deylik. Ikkita 3ta chiroq qilib gapining kamini kelishib olinglar. Bo'laveradimi? Bo'ldi aka 500 ming so'm kami. 33 million kami bor vodiy bo'ylab dastavkasi bepul aka. Bepul, ha. Xudo xolasa shu O'zbekiston bo'ylab qilib beraman, xudo xolasa kelishilgan holda. Kelishilgan Vodiy holda. bo'ylab bepul aka, mana shu narxlarning ichida. ichida 33 kamini kelishiladi, sifatli bo'lsin, novvos bo'laligidan bo'lsin. Tutalarning ham ko'rinishi zo'r ekan. Keyin molni o'zi rangi ham tiniq ekan. Ozgina shved aralashmaganda toza shved ekan. Enasi to'g'risi toza shvedligini ko'rinishi yarkiligi aytib turibdi, tekizligi ham aytib turibdi. Tarofkaliligini ham ko'ryapsiz. İşte molni tekiz, pichimi zo'r lekin. Telefon qilasizlar, arzon qilib, xudo xolasa kelishtirib olib beriladi. Shved ishqibozlari uchun tashabbur videoda xudo xolasa yoqadigan darajada yoki lak bosib bo'lsa, shunaqasini axtarganlarga ham yetib borsa ajomas. Qancha sigirimiz olib chiqyapsiz? Qizil olasini olaman deganlarga, Qizil olani ko'chatini boqaman degan obunachilarga. xudo xolasa ko'chat haqiqiy, haqiqatda to'rk yurak. Yonidagi birinchi bolasimi ekan? Birinchi bola. Birinchi bolasi. Yonidagi birinchi bolasi buniki ham ancha dadil bo'lib qolgan ekan, novvosidan. Aka bir ko'p qo'ygan aka. Barabar 1,5 oy, 2 oylar to'g'ri bo'lib qolgan. Bir oyda endi o'tdi aka. Bir oy o'tdimi? Bolasi ancha dadil bo'lib qolgan, to'g'risi novvosidan. Vaqti dadil bo'lib qolgan. Enasini ham bo'ydorligi hozirgidan ko'ra chinno'charoq. Buniki sifatli deganlarga, yoshidan olaman deganlar uchun buni ham tekizligi gap yo'q. Ko'rib turibsizlar, sifatli rasmga tushaman deyapti. Ko'rinishi gap yo'q. Aka xudo xolasi gapingizni bo'ldimi? 10 ta bolasini olaman deb maza qilib sog'ib ichaman, ko'chatni boqib o'zim tarbiyalab maza qilib sog'ib ichaman degan obunachilarga tavsiya Qilinadi. Dolasi yoshidan deganlar haqiqiy yosh, to'rk yuraklik, birinchi ondagi bolasining ijodga yoshdan buniki ham o'tgan. Xohlagan odam qo'yib bersa ham bo'laveradi, xohlagan odam sutini sog'ib ozroq qo'yib bersa ham bo'laveradi. Ammo molni shaq deysizlarmi, rangi deysizlarmi, bu tutalarini ko'rinishi, ammo toni ajoyib chiroyli. Rossiyskiy tonlar mollardek bunaqa ton bo'ladi. Men ham o'zim o'ylayapman aka, mana shu. Ozmas sachishgan joyi. Krasniy Piostrani qoni bor-da. Bir qamchi bo'lsa ham ozgina bo'lsa-ki ajoyib emas, ha? Qancha qoni bor-da, Ishte. nima aytsangiz, molni maketlari ham, ko'rburchaliklari ham tortyapti. Shunaqa molni ko'rinishi lekin zo'r. Bolasi birinchi bolasidan olaman. Nechta sut beryapti Olmosbek? Aka 10 ta sutesini shu olaversin. 10 taga. 10 tagisini. 10 litr sut, bolasidan ovoz, birinchi bolasi, to'rk yurak, rosmona to'rk yurak, qashqasida ham yarashganligini e'tibor bersanglar, molni chiroyli joylashganmi yo'qmi? Nech pul deymiz? Olmosbek yaqinroq qilib ko'chada olaman degan ayting. Aka yaqin qilib aytaman. Aha. 32 million kami bor. Kamini kelishlar. Vodiy bo'ylab dastavkasida kamini kelishtirib beraman. 31 desachi. Yo'q, aka unda ozod bo'la. O'zi kamini qilib zo'r qilib aytib beryapman. 31 deylik, keling. Yo'q, aka. 500 tushamiz bo'lmasa bundan bundani. Yo'q, aka siz ham talashmang, men ham talashmay bitta gapiraman. Ashta. 31,5 kami bor, aka xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi bepul, qolgan joylariga kelishtirib zo'r qilib beraman. 31,5 million so'm kamini kelishiladi. Yoshidan olaman deganlar uchun bo'yi ham buniki ham yaxshi, bolasini ham ko'p turibsizlar, oyoq qo'li baquvvatligi, keyin ancha-muncha sutga ham to'ygan shekilli, etlari haligacha yomon emas. O'zi ham ishtahasi ham Yaxshi, zo'rda. yaxshi novvos bo'ladi. Ishtahasi ham dada xo'jasi. Bolasi ham dadil, enasi ham dadil. Xudo xolasa uzoqqa borsa ham yar uradigan ko'rinishi buniki ham bor. Aka yetkizib boraman. Yetkazib beriladi. Juplab olaman deganga shu narxlar ichida qayergacha yetkazib beriladi? Shu narxlarda kami ham bo'lsin. Aka O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Jupcha olaman deganlarga xudo xolasa. Kamichi? Kamini aka kelishtirib zo'r qilib beraman. Qilib beriladi? Qilib beriladi. Qilib beriladi. Telefon qilishasizmi? Aha. Endi sigirlar yedirishga, sog'ishga, xudo xolasa ikkalasini ham Xudo xolasa sog'ib ko'rsatib o'tib ketamiz aka. hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Navbat sog'ishga. Uch boshli limoni bor. Jonivorda tutlarni sog'ishligini qarang. Qo'llari ham yaxshi ekan-a? Qo'llari ham aka yumshoqliklari ham hamma yo'g'i zo'r aka. O'zimiz tomon kelasi. Tutlarning o'llari ham kengligi yaxshi. Xudo xolasa ko'rilasidan shutlari uzoqdan ko'rinishi, ko'z tegmasin yuvoshligi. Mana qilib stoldan qo'yib olib xotirjam sog'ib o'tiradi. Bemalol ayol kishi, erkak kishi, Umuman tanlamaydi aka. joy bemalol sog'iladi. Qayda bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa arzon qilib beriladi. Kelishlarini uzib turamiz, sog' bo'lganda ko'rsatib o'tamiz. Telefon qilasizlar, kelishlar. Yezib bo'lib qo'ygan uchun uzib turamiz. Svetni sog' bo'ldik birinchi sigirimizni jonivorni. Mana aka jonim sog' bo'lgan qimmatlagan yozib qo'ydim. Suti ham yaxshi berdi-a? Ha, suti zo'r aka. Pastdagi paqir 10 talik lim bo'lsa, hozir ichida 9 yoziladi. Qo'yligini ham ko'rib turibsizlar. Hozir sog'ilgan sut, shu sigirdan chiqqan sutdan ko'ryapsizlar. Janovorda sut qo'yligi ham yaxshi ekan, ko'pligi ham zo'r ekan. Arzon qilib beriladi, telefon qilasizlar ham qonunli ochib qo'yamiz, ajoyib emas. Navbat endi Krasniy Piostraga. Bitta sigirda ham yedirishni boshladik. Ko'chatdi.
Mana qizil sigirni ham sog'ishni boshlaydi. Buniki Sog' bo'lganda tutelari ham shunaqa yumshoq, stoldan qo'yib olib xotirjam o'tirib tovaveradi. oson sog'iladi. Buni ham tutalarini ko'rishi katta-katta. Xunajim, rosa qo'lga kiradigan aka. shunaqa xunajim bo'lishiga qaramasdan tutalarining ham kattaligi, uzoqdan ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Uzoqdan ko'rinishi ham janovorni sifati yaxshi. Arzon qilib beradi, xohlasa kelishlar, telefon qilib olasizlar. To'rkuraligini olaman deganlar uchun haqiqiy to'rkura keyin buni talab holatiga o'xshayapti. Uylaringizga borganda qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladigan menimcha ko'rinishi bor. Ikkinchi sigirni ham sog' bo'ldik, qizilolani ham, xohlasa. Xohlasa bundan ham borini. Keyin bitta nimasini hisobga olib qo'yishar. Aka, mollar ikkovi ham dimlangan yo'q. Ha, borini. Bor sutlarini sog' berilyapti aka. Xohlasa mana bu qizilolani suti bo'lsa, narigi shvedniki kelasini mana ko'rdik, hozir sog'ilgan sut, o'zidan chiqqan sutlarni ko'ryapsizlar. Sifatli bo'lsin, yoshi bo'lsin, bolalari novosidan bo'lsin deganlarga videoni tashlab qo'ysin, aka ular yordam bo'ladi. Xohlasa arzon qilib beriladi, telefon qilib olasizlar. Oxirigacha ko'rganlarga, qo'llab-quvvatlab turganlarga, like bosganlarga rahmat deb bo'lamiz. Olmasa sizga ham rahmat berishga yetib berlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa aka, xotirjam telefon qilishaveradi aka. Xudo xolasa qayerga bo'lsa, kim olsa ham sog' salomat, orintirmasdan yetkazdirib olib borib beramiz aka. Xudo Rahmat, sog' bo'ling. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin, berishga yetib borsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalarga rahmat deb bo'lamiz.